tirik kitob degan narsani odamlar reklama qilib yotibdi. Bu Umid degan do'stimiz bor, u podkast qilib uni olib chiqdi. Bizda kitob masalasi, kitob o'qishlik muammosi bo'lganligi uchun uni ko'pchilik juda ko'p kitob o'qigan ekan deb qarsak cholishdi. Bu yaxshi. Kitobni targ'ibotiga yaxshi. Lekin kitobni tahlil qilib o'qimasa, nima foyda, nima zararligini ajratmasa, ko'p kitob o'qishlik zarar beradi odamga. Ko'p kitob o'qigan odamning aksariyati dovdir bo'lib qoladi. Kalla ishlamaydi bo'lib qoladi. Ko'p kitob o'qish maqsad emas o'zi. Maqsad to'g'ri kitob o'qish. Men rohiblar, shamanlar va domlalarni juda yoqtiraman. Men ularni soliqlardan ozod qilib, oltin, kumush paysalar beraman dedi. Nima uchun unday deysiz? Ular meni xalqimni cho'pchaklarga ishontirib, menga bo'ysunuvchan qilib beradi. Din oddiy insonlar uchun haqiqat. Faylasuflar uchun yolg'on. Davlat uchun juda foydali. Endi u odamni kitob ko'p o'qigan deyishyapti. Meni bilishimcha u kitob ko'p o'qimagan. Battan sitatalarni yodlab olgan. Chunki kitobni ko'p o'qigan odam O'zbekistonda Ibn Sino haqida o'zbek jamiyatiga u odam 3 ta odamga aroq ichishi ruxsat bergan demasida, kitob ko'p o'qigan odam farosati bo'lish kerak. To'g'rimi? Ibn Sinoni haqida bir o'rus yozgan narsani gapirishi bu odamni ko'p kitob o'qimaganiga dalil. O'ruslarni qanaqadir iqtibosini o'qib olgan. Chunki bizda SSR davrida Ibn Sino qochgan, musulmonlar odamni qornini yorish taqiqlagan degan gapni singdirishgan, unaqa emaski. Birinchi bo'lib operatsiyalar musulmonlar qilgan. Operatsiya asbob anjomlarini birinchi bo'lib Ibn Haysamga o'xshagan ulug'lar taklif qilgan. Ular insonni tibbiyotida birinchi qadam tashlashgan. Ibn Sinoni muammoga uchratgan narsa uni tibbiyoti bo'lmagan. Ibn Sino o'sha davrlarda muammoga uchragan bo'lsa, falsafasi bilan, faylasuf bo'lgan. Falsafasi bilan muammoga uchragan siyosiy ma'noda. Lekin uni musulmonlar ta'qib qilmagan, musulmonlar uni o'ldirmagan yoki quvmagan. Endi shu odamni shunaqa deyapti. Qayerdan oldingiz? Men yozdim izohlariga o'zim. Qayerdan oldingiz? Bu keltiring javob. Payg'ambarimiz undoq deganlar, shayton undoq degan. U hadis emas u. Siz ham tagibdasi yozibdi. Nima bitta hadis bo'lmasa ham, baribir chiroyli narsa aytyapti-ku deydi. Yo'q. Payg'ambar aytyapti deganda chiroyli narsa u o'tmaydi. Payg'ambar aytmagan gapni aytdi deyish juda xatarli narsa. Allohning nomidan gapirish u. Payg'ambarlik da'vo qilish u. Payg'ambarning gapi vahiy hisoblanadi bizning e'tiqodimizda. Buni juda ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambar aytdi deyish uchun sanad kerak. Buxoriy aytdimi, keltirdimi, Muslim keltirdimi, buni bilish kerak. Uni aytib o'ryapti. Boshqa anaqani ham bugun qo'yib qo'ydim. Imom G'azoliy degani bo'lgan ekan. Matematikani shayton ilmi degan ekan. G'azoliyni o'qimagan, ko'rmagan, tanimaydi ham shu odam. Kitob o'qigan odam G'azoliyni biladi. G'azoliy butun boshli falsafa tortishuvlariga nuqta qo'yib, odamlarni moddiy ilmga, matematikaga, ximiyaga, fizikaga, biologiyaga tortgan odam. Chiqib nima deydi? Matematikani shayton ilmi deganda deb. Hatto aytgan. Vladimir Ilich Lenin aytgan desa kerak. Maksimum.